Yaqin orada Rossiyaga ketmoqchisizlik, hali ham rus tilini o'rganmagan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Shu kungacha o'zim Novosibirskda ishlagan juda ham ko'p odamlar bilan gaplashganman va ularning asosiy muammosi til bo'yicha bo'lgan. Ish joyida rahbar biror bir buyruq beradigan bo'lsa yoki gapiradigan bo'lsa tushunmaydi. Doktorga borganida qanaqadir o'zini muammolarini aytish kerak bo'ladigan bo'lsa tushuntirib bera olmaydi. Undan tashqari do'konda narx so'rash kerak bo'lgan paytida xijolat bo'lib o'tirishadi. Shuning uchun musofirdagi do'stlarimizni muammolariga yechim sifatida bugun biz sizga Rossiyada til bo'yicha qiynalmasligingiz uchun 3 ta bosqichni ko'rsatamiz. Muhimi, videoni oxirigacha ko'ring, chunki ushbu videoda siz qiynalmasligingiz uchun aniq va konkretniy sabablar va ularga yechimlar keltirib ketganmiz. Tayyor bo'lsangiz, boshlaylik. Kundalik iboralarni o'rganing. Ko'pchilik rus tilini o'rganishni grammatikadan boshlaydi. Ya'ni падежи, глаголы, bularning hammasi juda ham qiyin, bu juda ham noto'g'ri bular bilan boshlash. Rossiyaga borayotgan insonlarga grammatika umuman kerak emas boshlanishida. Ularga asosan o'zlarining fikrlarini yetkazib berish yoki bo'lmasam ruslarni gapirayotganlarida ularni tushunish kerak. Ya'ni hayotda ko'p ishlatiladigan iboralarni o'rganishlari kerak. Va biz sizga mana shu 3 ta bo'limning ichida shu 20 ta eng kerak bo'ladigan hozir so'zlarni birma-bir ko'rsatib ketamiz. Qani bo'lmasa, uy-joy va transportga kerakli bo'ladigan rus tilidagi so'zlardan boshlaymiz. Demak, birinchi so'zimiz скажите, пожалуйста, как доехать до, misol uchun o'zingizga kerak bo'ladigan o'sha joyning ismini aytib ketasiz. Misol uchun, до аэропорта, до metro bo'lishi mumkin. O'zbekchasida esa iltimos, metroga qanday qilib borishim mumkin degan tarjimada keladi. Ikkinchi so'zimiz где ближайшая остановка, ya'ni eng yaqin bekat qayerda deb tarjima qilinadi. Uchinchi so'zimiz сколько стоит проезд, ya'ni yo'l haqqi qancha. To'rtinchi so'zimiz выходите на следующие остановки, ya'ni bu so'roq gap. Ko'pincha o'sha avtobusda yoki bo'lmasa metroda turganingizda ko'p odam bo'lib qolganida so'raysiz, misol uchun keyingi bekatda tushmaysizmi? O'tib olsam maylimi degan iboralarni ishlatsangiz bo'ladi. Aynan mana shu 4 ta so'z sizni metroda, avtobusda, avtobus bekatlarida hattoki sizni qutqarib qoladigan so'zlar hisoblanadi. Ya'ni nima deydi? O'zingizga shablon qilib olsangiz, ya'ni yodlab olsangiz bu so'zlarni juda ham ko'p vaziyatlardan chiqib ketishingizga yordam beradi. Keyingisi do'kon va bozorda ishlatiladigan gaplar. Demak, birinchi so'zimiz сколько стоит это? Bu qancha turadi? Ikkinchi so'zimiz есть что-нибудь дешевле, ya'ni arzonrog'i bormi deb so'ramoqchi bo'lsangiz. Uchinchi so'zimiz дайте, пожалуйста, чек, ya'ni chekni uzatib yuboring, chekni bering iltimos. Принимайте карту, karta qabul qilasizmi? Bu to'rtinchi so'zimiz. Bu so'zlarni bilsangiz, nima deydi? Endi Rossiyada do'konga kirganingizda kalkulyatorda hisoblab turib yoki bo'lmasam yozib turib unda ko'rsatib o'tirmaysizda. Endi bu ham yaxshi variant, lekin baribir noqulay. Bu so'zlarni o'zingiz uchun o'rganib qo'ysangiz yaxshi. Xo'sh, keyingi hozir aytadigan 5 ta iboramni bemalol shifoxonaga yoki bo'lmasam o'sha dorixonaga borib ishlatsangiz bo'laveradi. Birinchi so'zimiz у меня болит, misol uchun o'zingizning og'riyotgan joyingizda qo'shib ketasiz. Misol uchun deylik, у меня болит нога, у меня болит голова, у меня болит, misol uchun живот bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zingizga kerak bo'ladigan o'sha so'zni oxirida qo'yib qo'yasiz va buni ham shablon qilib ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun у меня болит ketdi o'zingizni so'zingiz. O'zbekchasida meni misol uchun mana bu yerim og'riyapti. Misol uchun mana bu yerimga oyog'im, qornim, boshim qayerdir og'riyapti degan ma'noda keladi. Ikkinchi so'zimiz мне нужен врач. Menga shifokor kerak deb tarjima qilinadi. Вызовите скорую, пожалуйста. Tez yordam chaqiring, iltimos degan. Я аллергик на, misol uchun, на цветы, na misol uchun pil bo'lishi mumkin. Buni ham shablon ko'rinishda ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun, ya allergik na o'zingizda allergiyangiz bor bo'lgan narsa. O'zbekchasida menda misol uchun bir narsaga allergiyam bor. Где аптека? Dorixona qayerda? Bu iboralarni Rossiyada ishlatsangiz, ko'pincha o'sha nima deydi, dorixonada o'zingizda qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa xijolatliksiz, bemalol borib o'zingiz fikringizni ayta olasiz. Va oxirgi guruhda ish joyida ko'p ishlatiladigan gaplarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi so'zimiz я не понял, повторите, пожалуйста. Men tushunmay qoldim. Iltimos qaytarib yuboring degan ma'noni bildiradi. Ikkinchi so'zimiz можно уточнить, ya'ni aniqlashtirsak bo'ladimi deb tarjima qilinadi. Когда нужно сдать, ya'ni сдать emas, сдать. Qachon topshirish kerak? To'rtinchi so'zimiz я закончил задачу.
men misol uchun o'sha topshiriqni bajarib bo'ldim, tugatdim. Помогите, пожалуйста, yordam bering, iltimos. Ish joyingizda ushbu so'zlardan ko'proq foydalansangiz, ya'ni shu so'zlar to'g'ri keladigan vaziyatlarda ko'proq mana shu rus tilida foydalanadigan bo'lsangiz, o'zingizda ishdagi punktualligingiz, ya'ni doimiyligingiz, sizning mas'uliyatingiz oshib boradi. Endi savol, bu so'zlarni qanday qilib yodlaysiz? Eng yaxshi usul har bitta o'sha 5 talik so'zlarni daftarga yozib, o'sha 5 martadan kerak bo'lsa yozib turib, ularni talaffuz bilan qaytarib baland ovozda o'qish. Agar uni aytishda misol uchun talaffuzda qiynaladigan bo'lsangiz yoki qanaqadir defekt sizda hosil bo'ladigan bo'lsa, o'sha Google Translate da bilasiz, o'sha yozib qo'yishning imkoniyati bor va uni o'sha ovoz chiqarish imkoniyati bor. Ovozini bosib qo'ysangiz, eshitib olasiz va qanday talaffuzda to'g'ri aytish kerakligini o'rgansangiz bo'ladi. Keyin ushbu so'zlarni yana bir eslab qolishning zo'r yo'li, uyingizda misol uchun eng ko'rinadigan joy bo'ladi-ku, misol uchun eshikdan chiqib ketadigan joyingizda, o'sha misol uchun oyoq kiyim kiyadigan joyingizda bunday joyda yopishtirib qo'ysangiz, o'sha so'zlarni miyangiz avtomatik har kuni uni chiqayotganda, kirayotganda ko'raverganini evaziga u so'zlar sizda miyangizda avtomatik qolib ketadi. Agar siz mana shu birinchi bosqichni o'zida o'ta oladigan bo'lsangiz, bo'ldi, уже Rossiyada siz bemalol rus tilida erkin muloqot qilishni boshlaysiz. Ikkinchi qadam bu rus tilidagi so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish. Oldinroq aytib o'tilgan so'zlarni hammasini yodladingiz. Bu juda ham yaxshi. Lekin Rossiyaga borganingizdan keyin Rossiyada yashovchi fuqarolar siz o'ylagan tezlikda rus tilida gapirmaydi. Ya'ni o'sha misol uchun ular tez gapiradi, so'zlarni boshini yoki oxirini yutishadi. Undan tashqari o'sha yerni misol uchun местный deydi. O'sha yerni o'zini shevasida gapirishsa, siz ularni tushunmay qolishingiz ham bor. Rus tilida o'zbek tilida umuman yo'q bo'lgan tovushlar bor. Ya'ni birinchisi i, ikkinchisi sh. Ya'ni bu so'zlarni, ya'ni bu harflarni o'rganish uchun siz YouTubedan darsliklarni qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha poisk qismiga русские произношения для начинающих deb yozsangiz, pastdan chiqdi hozir. Ana o'shani qidirib ko'rsangiz, bemalol o'zingizning talaffuzingizni to'g'rilasangiz bo'ladi. Tinglash uchun eng yaxshi usullar bu rus tilidagi seriallarni tomosha qilish. Ya'ni birinchisi Kuxnya, ikkinchisi yoki bo'lmasam Realniy patsani degan seriallar bor. Ularni bemalol ko'rib, birinchi navbatda subtitr bilan, keyinchalik subtitrni olib tashlagan holda ularni har kunlik 15-30 daqiqa ko'rishni davom ettirsangiz, aniq 30 kun ichida sizda rezultati, ya'ni natijasi seziladi. Keyin esa ko'p odamlar rus tilini уже tushunishni boshlasa ham, ya'ni rus tilida muloqot qilishni sekin-sekin boshlasa ham, lekin gapirishda qotib qoladi. Bu narsani davosi bitta, endi to'g'ri, usullari ko'p, lekin siz qilishingiz mumkin bo'lgan eng oddiy narsa bu har kuni ertalab yoki bo'lmasam uyda o'zingiz bo'lgan paytingizda o'zingiz bilan o'zingiz gaplashishingiz. Misol uchun, я сегодня иду на работу. Я сегодня сижу на столе bo'lishi mumkin. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashib, faqat ovozni chiqargan holda gapirsangiz, prosta sizda o'zingizga bo'lgan ishonch ortadi rus tilida. Unutmang, til o'rganish jarayonida og'iz ko'nikmalari faqatgina qaytarish va gapirish orqasidangina rivojlanadi. Endi eng muhim va aniq 100% ishlaydigan qadamga ham yetib keldik. Ko'pchilik o'z boshimcha, ya'ni o'zi rus tilini o'rganishga harakat qiladi. Ko'p videolar ko'radi, so'zlar yodlaydi, har xil kitoblar o'qiydi, lekin bu uzoq bilan bir hafta yoki 2 haftaga cho'ziladi va shu bilan o'rganishni tashlab qo'yadi. Nima uchun? Chunki tizim yo'q, aniq yo'l ko'rsatuvchi metodika yo'q. Bular nazariya emas, aksincha amalda ishlaydigan real texnika. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki 3-usulni deyarli ko'pchilik bilmaydi, lekin aynan o'shanisi razgovoringizni yaxshilashda eng katta yordam beradi. Bu kurs aynan rus tilini noldan o'rganmoqchi bo'lganlar va undan tashqari har xil yoshdagilar uchun moslab yozilgan. Biz sizga har xil grammatik qoidalarsiz faqatgina real hayotingizda qo'l keladigan amaliy rus tilini o'rgatamiz. Kurs davomiyligi 90 kun va 90 kunning ichida siz birinchi navbatda rus tilida bemalol gapirishni o'rganasiz. Ya'ni endi siz rus tilini уже mana bu bizning kursimizda o'qib chiqqaningizdan keyin har xil vaziyatlar, do'konda bo'ladimi, oila davrasida bo'ladimi, maktabda, universitetda, ishda, xohlagan joyingizda tasavvur qilib ko'ring, rus tilida erkin muloqot qila olasiz va bu sizga qanchalik imkoniyatlar eshigini ochib berishini bir tasavvur qilib ko'ring. Sizga qo'pol qilib aytganda rus tili tramplin vazifasini bajarib beradi. Chunki baribir O'zbekiston Respublikasi ham SNG davlatlarining ichiga kiradi va
va SNG davlatlarida o'zingiz bilasiz, birinchi o'rinda asosiy til vositasi rus tili hisoblanadi. Va undan tashqari sizdan o'zingizda orzularingiz bo'lishi mumkin va undan tashqari yana qo'shimcha qilib ketay, YouTube'ning o'zida yoki bo'lmasam har xil kitoblar bo'lishi mumkin, qimmatli bo'lgan informatsiyalar bor. Men sizga shu narsani ochiq oydin aytib ketaman. O'zbek tilida bizga kerak bo'ladigan informatsiyalar juda ham kam, lekin rus tilida, misol uchun boshqa tillarda informatsiyalar juda ham ko'p. Aynan o'sha qimmatli bo'lgan informatsiyalarni siz o'rganishni boshlaysiz va siz o'zingizni avtomatik darajangizni ko'tarishingizga vosita bo'lib xizmat qiladi. Keling, yaxshisi undan ko'ra bizani kursimizda o'qib chiqqan o'quvchilarimizning natijasini ko'rib chiqamiz. Здравствуйте, меня зовут Муниса, мне 26 лет. Я сейчас учусь разговор УЗ, и моя учительница Мадина. Она очень хорошая объясняет мне. Мне очень нравится здесь учусь. Спасибо вам большое. Привет, друзья! Я хочу рассказать про наши онлайн-курсы русского языка «Разговор УЗ». Я уже закончил этот курс, и я думаю, уроки очень понятные и удобные. И самое классное, можно было 3 раза в неделю можно говорить с учителем по Telegram, и можно тренировать разговор. Я думаю, если заниматься регулярно и делать домашку, результат приходит очень быстро. Здравствуйте, меня зовут Искандар, мне 25 лет, я работаю бухгалтером. Men Razgovor Uz onlayn maktabi orqali 3 oyda rus tilini o'rganib, yaxshi natijalarga erisha oldim. Ustozim Madinaga sabr bilan va tushunarli o'rgatgani uchun katta rahmat. Dastlab rus tilini o'rganishga ikkilangan edim, lekin hozir rus tilida bemalol gapira olaman va bundan juda xursandman. Razgovor Uz kurslarini barchaga tavsiya qilaman. Eng muhimi, bizda 90 kun ichida natijaga erishishingizga 100% qonuniy shartnoma asosida kafolat beriladi. Agar siz bizning darslarimizni barchasini ko'rib turib ham, lekin natijaga erishmaydigan bo'lsangiz, to'lov summangiz 100% sizga to'lovligicha qaytarib beriladi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun sizga pastdagi havola orqali kursga yozilish uchun havola joylab qo'yganmiz. U yerga kirib turib bemalol o'zingizning WhatsApp raqamingiz yoki Telegram usernamingizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Operatorlarimiz albatta siz bilan bog'lanishadi. Shu sababdan aytganimdek, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Pastdagi havola orqali o'ting. Xo'sh, keling o'rgangan bilimlarimizni birgalikda qaytarib olamiz. Birinchi qadam, Rossiyada sizda kundalik hayotingizda kerak bo'ladigan so'zlarni o'rganing. Ikkinchi qadam, ushbu so'zlarni qanday qilib to'g'ri talaffuz qilish kerakligini o'rganib chiqasiz. Ya'ni siz kuniga 5 daqiqa yoki 10 daqiqa vaqt ajratib turib, o'zingizning ustingizda e'tibor bilan ishlaydigan bo'lsangiz, birinchi oyning o'zidanoq siz o'zingizga kerakli bo'ladigan natijani sezishni boshlaysiz. Faqatgina e'tibor bilan bajarsangiz. Uchinchi qadam esa siz 3 oyning ichida aniq kafolatlangan rus tilini o'rganishni xohlasangiz, albatta Razgovor Uz onlayn maktabi bilan rus tilini o'rganganingiz yaxshi. Rossiyaga boradigan odam uchun yoki bo'lmasam o'sha yerda turgan insonlar uchun rus tilini o'rganish bu faqat qulaylik uchun kerak emas. Agar ushbu videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yishni va ushbu videoga like bosishni va keyingi videolardan quruq qolib ketmaslik uchun, ya'ni interesli videolarni, ya'ni qiziqarli videolarni chiqarishni davom ettiramiz. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang. Va Rossiyaga ketayotgan yoki bo'lmasam Rossiyada turib ishlayotgan va mehnat qilayotgan musofir tanishingiz bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.